49 million so'm bilan chiqadi aka boshlang'ich. 49 million so'm bilan do'stlar chiqadi. Ana polniy bak propan bilan yursa kerak bir 1,5 ming u yoq bu yoq, to'g'rimi? Spokойно yuradi aka. Boshlang'ichroq kam bo'lganlik hisobiga u yerda foiz stavkalari ham bo'ladi. Foiz stavkalari bosh to'lovga qarab, muddatga qarab o'zgaradi. Halol nasiya savdo bormi sizlarda? Halol nasiya savdo aka gapni ochig'i qilib beramiz. Bo'lmasa bosh to'lovsiz ham qilib bera olamiz. Hozirni ham hisoblab beraman, boshlang'ich 15%ligini. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan yangi foydali videoni ko'rish turibmiz. Bugun akalarim o'zlaridan qolar gap yo'q. Inomarkalarni xudo xolasa 2025-yilda videolarni ko'rsatishni yorib tashladik. Endi bugun ham Samarqandga yetib kelganmiz. Yoki do'stlar, eng arzoni 38 million bilan bosh to'lov, bitta pasportga 12 ta viloyatga. Oyligi shaq umuman kerak emas, kafil umuman kerak emas. Qisqa muddat ichida bemalol minib ketsanglar bo'ladi. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Xudo xolasa videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, qadrdonlarim, bomba yangiliklari bor, bonuslari bor, test drive'lar haqida ma'lumot beriladi. Oliy to'lovlarni ham imkon qadar yoritib ketamiz. Undan tashqari akalarim hozir manzilni aytib o'tamiz. Aka, manzilimizni bitta aytib qo'ying endi. Manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Yangiariq, Yangi Zapchas bozor ko'rib turganingizda. Yoki do'stlar, ushbu pastdagi nomerlarga lokatsiya deb yozib qo'ysanglar, lokatsiyasini tashlab beramiz, to'g'ridan to'g'ri kelaverasizlar. Trade-in xizmati ham bor aka bizda. Xizmatimiz bor. Haydab yurgan avtomashinangizga ham bemalol almashtirib ketsanglar bo'laveradi yoki naqd pulga bo'lib to'lash, oldindan 1 so'm pulsiz, xullas hammasi bor. Yaxshilab joylashib olinglar. Iftor mahal qo'yaman. Bu videoni skoriy всего, xudo xolasa iftor mahalda bir dasturxon atrofida bemalol akalar oilaviy ko'radigan video bo'ladi. Birinchi o'rinda xalqqa, yurtga foydali video. Shuning uchun klasslarda yemanglar. Instagram, TikTokda ham qizlarga hadeb like'larni bosgandan ko'ra, mana menga o'xshagan, akamga o'xshagan xalq uchun foydali bo'ladigan haqiqiy videolarni qo'llab-quvvatlab podдержка qilishimiz kerak do'stlar. Nima demadinglar? To'g'rimi aka? Oldin bunaqa mashinalar faqatgina jurnal va televizorlarda ko'rardik. Mana hayot charxpalagi bilan yangi O'zbekistonda yangi imkoniyatlar. Endi o'zimizning Inomarka. Kerak bo'lsa akalar, Trekkerda narxida bo'lmasa, undan ham arzon aka. Mana har bitta o'tib ketayotgan odamlar bir qarab qo'ymasdan o'tmaydi. Chunki tashqi dizaynga ham alohida e'tibor berilgan. Manzilda aytdik, yaxshilab joylashib olinglar. Kompot, qorachoy, ko'k choy o'rnashib olib, chiroyli qilib boshlardikmi aka? Boshladik unda aka. Rahmat katta. Xo'p, do'stlar, o'lkamizga bahor kirib keldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, akalar, quyoshlar chiqib, Allohga shukr, hammalarini terib tashlabsizlar aka. Da aka. Aka, qaysi bir modeldan boshlaymiz? Eng arzon chiqadigandan boshlaylik. Eng arzon aka Haval M6 dan boshlaymiz. Haval M6. Salonga kiraveramizmi unda? Marhamat. Shovqin bo'lib qolmasin. Do'stlar, bemalol kelinglar, manzilda aytib o'tdim. Haval dushanbadan yakshanbagacha soat ertaman 9 dan kechki payt 8:00 gacha ishlaydi do'stlar. Tanaffussiz bezab edi do'stlar. Samarqand Gulobod Yangiariq MFY. Nomerlar ham pastga qo'yib qo'ydim do'stlar. Mana. Asosiysi do'stlarim, xarid qilmoqchi bo'lgan mashinalarning nomi aniq, brendiviy, zapchastdan muammo yo'q, joyi aniq. Ana do'stlar, hamma rangidan. Aka, bu safar mashinalar ko'payib qolibdi-chi? Da aka, o'tgan safarga nisbatan. Xo'p, 38 million bilan qaysi mashinamizni chiqarib beramiz? Demak, mana mashina aka, Haval M6 ni chiqarib beramiz. Qop-qorasini akalarim. M6. Naqd pulga qancha aka bu? Naqd pulga aka 249 million 900 ming so'mdan 279 million 900 ming so'mgacha bo'ladi. Ana do'stlar, ko'raverasizlar. 5 kishilik to'g'rimi bu? 5 kishilikda crossover variantimiz. Crossover variant. O'zi Havalda pashti hammasi crossover, menimcha. Hammasi crossoverda. Sedan hali chiqqani yo'q. Yo'q, sedan yo'q bizda. O'zlaridan qolar gap yo'q do'stlar. Bu mashinalarga Xitoyda o'zida menimcha umrbod garantiya beriladi. Shunaqa o'qidim aka. Ijtimoiy tarmoqlarda garantiyasi. O'zimiz O'zbekistonda aka. O'zimiz O'zbekistonda 5 yil garantiyasi bor, yo'qmasa 150 ming kilometr garantiya beramiz. 150 ming kilometr garantiya yokida 5 yilgacha do'stlar. Keyin qarang, rangi oq bo'lsa, qora bo'lsa, umuman narxiga ta'sir qilmaydi. Narxiga hech qanday ta'sir qilmaydi, bir xil narxda o'tkazib qilinadi. Oldindan necha pul to'lov qilish kerak? Turbina to'g'rimi bular aka? Da aka, turbina motorli. Nechta ot kuchiga ega? 143 ta ot kuchi. 143 ta ot kuchiga ega turbina motor do'stlar. Motori 1.5 turbinali motor hisoblanadi. 4 ta porshinli, 143 ta o't kuchi, rasxodi вообще ekonomichni. Trassada yursangiz 7 ta rasxod qiladi. Shahar siklida agar aralash yoqadigan bo'lsa 8,5-8 ta rasxod qiladi. Gap yo'q.
Motorimiz aka Yaponiya bilan Germaniya savmestno ishlangan Volkswagen kompaniyasiga tegishli brend hisoblanadi. Aha. Bu yerda Bosch Mia turibdi aka. Bosch Mia'si ham germanskiy Mia hisoblanadi aka. Ana do'stlar, o'zlar bilasizlar, Bosch kompaniyasi ko'pchilikka tanish qadrdonlar. 92+ benzin quyiladi, to'g'rimi? 92 dan yuqori. И также aka propan установка qilsangiz ham bo'ladi. Ana do'stlar, propan ham uстановка qilsa bo'laveradi. Propanga Alloh расходi razı nechta desa, propanga ham 100 ga 7 litr yoqyapti. Uni shaxsan mijozni o'zlari bizga aytyapti. Gap yo'q. Qarang, hozir masalan bunga primerni bir 48 talik propan qo'ysa, polniy bak nechta benzin ketadi? Polniy bak aka 60 litrli. 60 litr polniy bak benzin. Polniy bak propan bilan yursa kerak bir 1,5 ming u yoq bu yoq, to'g'rimi? Spokойно yuradi aka. Spokойно. 48 litr emas, u yerda bagajni ham bitta ko'rsatay, keling. 65 talik qo'ysangiz ham bo'ladi bunga. 65 talik qo'ysa ham bo'ladi. 48 talik juda mayda bo'lib qoladi-yu. Buni bagajning kattaligini qarang. Mana akalar. 808 litr. Oho! Bagajning ichida yashasa bo'layotgan-ku, bir xona uy ekan. Ana do'stlar. Bagajni уже вообще boshqa dunyoda bu. Ha, to'g'ri aka. 65 talikda ham imkoni bor ekan. 65 talik qo'ygan taqdirda ham yana bagajga joy oshib qoladi. Do'stlar, 2,5 ming kilometr bemalol yuraverayotgan. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlarim. Xo'p, aytilgandek, akalar sharhlarini kelishilgan holatda 1 so'm pulsiz imkoni bor. Salonlar ukam deganlarga, ana akalar. Aka, bu mashinamiz hadovoylar haqida ham bitta ma'lumot berib qo'ying. Hadovoylar aka to'rttala tarafda ham независимый bo'ladi. Ya'ni har bitta balon o'ziga javob beradigandan. Bu balka emas. Bu независимый bo'lgandan keyin mashina hadovoy anchagina yumshoq bo'ladi. Shuningdek, baloniga ham e'tibor berasiz. Bunda zavodskoy balon almashtirish shart emas. 17 diska balonda bo'ladi aka. Ana, qadrdonlar. Anchagina mягкий yurish mashina. Ana, ko'ringlarchi, salonlarimizni holatlarini akalarim, avtomat korobka, multi rul, xo'p, podstakanchik. Bunda besprovodnoy yo'q ekan aka. Yo'q, bunda besprovodnoy yo'q. Simsiz quvvatlagich yo'q. Orqa tomoni qanaqa Mahmudjon deganlarga, mana akalarim, anchagina keng orqalari ham. Tepada yuklari bilan. Xullas, mashinaga garantiyalari bilan, akalar, narxi ham menimcha u darajada baland emas mashina. Asosiysi bosh to'la 38 million so'm. Ya akalar, dollarga kelganda bir 3000, 2800 dollar atrofida bo'lib qoladi. Murojaat qilaverasizlar. Keyingi modelimiz qaysi aka? Keyingi manzilimiz Haval Julionni ko'rsatib o'taman. Haval Julion. Hamma videolarimda aytib o'taman. O'zbeklarni bag'ridan joy olgan Havalni eng trenddagi mashinalardan biri do'stlar. Mana Julion. Ko'ringlar akalar. Bunimiz qanaqa endi narxi? Buni narxi aka 279 bilan 9 ming so'mdan boshlanadi, 329 bilan 9 ming so'm bo'ladi. Bosh to'lov qancha bilan olib ketadi? Aytdim aka, Bu modelni ham olib ketsak bo'ladigan, murojaat qilaverasizlar akalar. Bundan tashqari aka 15% qancha bo'ladi buni? Hozir 15% ni hisoblab beramiz. Salonlarini maza qilib yuboraman do'stlar. Bu head-up display do'stlar. Shaybali uzatma qutisi, simsiz quvvatlagich akalarim. Start stop, mana ko'rganinglardek start stop do'stlar. Multi roll. Tepada panoramniy tom. Oho! Xullas do'stlar, mashina olasizlar, minasizlar. Ot kuchi qanaqa buni aka? Ot kuchi aka bunda 140 ot kuchi, rasxodi 8 ta bunda ham 1,5 turbinali motorda. 1,5 turbinali motorda. Kuzovlari hammasida bularda отсинкованный kuzov bo'ladi aka. Xo'p. O'zini zavodskoy shumaylizasi bor, Haval Julion mashinamizda. Anchagina eshik nimalari ham o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz, baquvvat yopilish, ochilib bo'lishi. Ha, do'stlar, ko'raverasizlar. Shumkasi haqiqatan bor ekan-e. Mana. O'zi zavodskoy shumka bo'ladi. Zavodskoy shumka, motorda ham shumka bor, to'g'rimi aka? Motorda ham shumkasi bo'ladi. Xo'p, do'stlar, ko'rishlar mumkin avtomashinani. Hamma rangidan bor buni do'stlar. Qorasidan, oqidan, orqa tomon paktroniklari qadrdonlarim, zadniy vid kamera. 360 gradus yo'q aka buni? 360 bor aka. 360 gradusi ham bor. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin. Qadrdonlar. Zapaska balon, damkrat hamma yo'q, joy-joyda. Bunga ham do'stlar bemalol maqsadlar bo'ladi. Ana. Xo'p, naqdga qancha bu aka? Naqdga aka 279 bilan 9 ming so'm. 279 boshlanish narxi aka 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Oxirgi tugalayotgan narxi 329 bilan 9 ming so'm. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar mana. Kelishilgan holatda. Bosh to'lov qancha bilan chiqadi dedik? 42 million so'm bilan chiqadi. 42 million bilan. Bu bitta pozitsiyami, yana boshqa pozitsiyasi bormi buni ham? 3 ta pozitsiyada. 3 ta pozitsiyasi bor. Eng arzoni necha bilan chiqadi deysiz? Eng arzoni 42 million so'm bilan chiqadi. 42 million so'm bilan do'stlar eng arzoni chiqadi.
murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bunga ham garantiyalari bor akalarim. Balonlari, diskalari, zavodskoy diska balon 18 diska balon aka. 225 ga 55 R18 razmerda. Ko'pchilik beradigan eng ko'p savol zapchast aka. Zapchastni muammo emasmi bunda? Zapchast hech qanaqa muammo bo'lmaydi aka. AJM zavoddan chiqadi, AJM Jizzax zavodidan. AJM Astrga tegishlaymiz biz ham. Mashinalarimiz zavoddan chiqqandan keyin sborkasi zapchastdan o'ylaymanki hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ana, akalar murojaat qilasizlar. Qaranglar, buni uzunligi ham ancha uzun ekan, aka. Da, uzunligi ham farqli. Chiqar bir 5 metr. Unga bormaydimi? Yo'q, unga bormaydi, tepa shunga yaqinroq bo'ladi. Yaqinroq do'stlar. 70 bo'ladi. Benzin rasxod qanaqa dedingiz? Benzin rasxodi aka 8 ta. Trassada yursangiz 6,5, 6,9 shunday rasxod qiladi. 4 metr 70 santimetr kuzov uzunligi do'stlar. 6,5 ta aka shu gavdasiga. Trassada. Dальний yo'lda 6 ta 6,5 ta benzin yeydi qadrdonlar. Telefon qilasizlar, buni ham har xil rangidan bor. Murojaat qilsanglar yana ham to'liq ma'lumotlar beradi akalarim. Keyingi mashinamiz qaysi biri? Keyingi mashinamiz demak Haval H6. Haval H6. Oho, bu ham do'stlar o'ziga yarasha. Ko'ringlarchi bitta. Mana. Keyin aka, ushbu hozir avtosalonimizda turgan mashinalar hammasini yili 25-yilmi? 25. 25. Tex pasporti ham 25 chiqadi, to'g'rimi? Da, 25. Bunimiz qanaqa endi aka? Shartlari, bosh to'lov. Demak, Haval H6miz aka 5 xil modelda bo'ladi. 324 bilan 900 dan 389 bilan 900 gacha bo'ladi. Ana do'stlar. Eng arzoni bosh to'lov qancha bilan chiqadi aka? 49 million so'm bilan chiqadi aka boshlandi. 49 million so'm bilan do'stlar chiqadi. Ana, murojaat qilaverasizlar. Ot kuchi, benzin rasxodi qanaqa buni aka? Ot kuchi aka 1,5 turbinalikda 150 ta ot kuchi bo'ladi. 2 turbinalikda 205 ta ot kuchi bo'ladi. Aha. Rasxodlari-chi, benzin rasxodlari? Benzin rasxodi bunda 1,5 turbinalikda 8 ta, 2 turbinalikda 9 ta rasxod qiladi. 1,5 turbinada 8 ta, 2 turbinada do'stlar 9 ta. Asosiysi qadrdonlar, videoni boshida aytib o'tgandek, mana shu joydagi hamma avtomashinalarimiz do'stlar, trade-in xizmatlari bor. Kelinglar, mashinani gazini bosib, haydab olib ketishlar mumkin qadrdonlarim. Ha, sizlarga salonlarni ham bitta ko'rasizlar. Oho, salonlarini qaranglar. Tashqi rangi, ichki rangiga podsvet qilib, akalarim, koja sijeniya, afishpalarni ham mana ko'ringlar holatlarini. Shaybali boshqaruv, bunda ham simsiz quvvatlagich. Mana do'stlar. Aka, голосовой управление yo'q-a umuman? Yo'q, голосовой. Havalda umuman ovoz bilan boshqaruv yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Hop, head-up display bunda ham do'stlar. Cruise control, adaptivniy cruise control. Cruise control bo'ladi, polosa udержанияsi bo'ladi. Polosani ham o'sha yetgan do'stlar mana. Avtoparkovkasi bo'ladi aka mashinada. Avtotarmajeniya keyin oldi orqasiga ham bor bunda. Oldi orqasida ham bor. Oldi orqasiga ham bor. Avtotarmajeniya do'stlar. Mana ko'ringlar. Salonlarimiz ham. Bunda ham do'stlar tomlari panoramniy tom. Hop, ochki uchun ham maxsus joy qo'yilgan. Xullas mashina tayyor. Va oldi laboyni ham bitta ko'ringlar, do'stlar. Spirali bor aka. Spiral bor-da aka, mashina. Oldi laboy ham do'stlar. Oldi orqa laboylarga. Oldi orqa laboy zimniy paket. Detskiy rejimlari-chi? Bor aka, detskiy rejimi. Do'stlar, detskiy rejimlari ham bor. Mana ko'ringlarchi holatini. Bunga ham propan gaz o'rnatsa bo'ladi. Bo'ladi aka. Akalarim ko'raverasizlar mana holatlarini. Bemalol kattagina bagajlari bilan sizlarga. Akalar, narxini aytib o'tdik. Bosh to'lov necha pul bilan chiqardik aka buni? 48 million so'm. 48 million so'm bilan yoki do'stlar, buni ham 1 so'm pulsiz bemalol shartlarini bajargan holatda telefon qilib olib ketsanglar bo'ladi. Akalarim, murojaat qilaverasizlar mana. Yon tomonlardan ham bitta ko'rasiz. Turishini qaranglar, anchagina derski do'stlar. Qora oq mashinanglardan bor. Keyingi modelimiz qaysi endi aka? Keyingi modelimiz demak Haval Dargo bo'ladi aka. Haval Dargo akalarim, navbatdagi modelimiz. Bu do'stlar birinchi marta emas, ikkinchi marta emas, juda ham ko'p ko'rsatganman Haval Dargoni. Test drive-ni ham o'tgan safar akam bilan birga qilganmiz, to'g'rimi aka? Shuni qiluvdik-ku test drive-ni. Mana shu edi. Mana do'stlar. Buni puli qanaqa aka? Haval Dargolarimiz aka 399 milliondan boshlanadi, 429 million so'mgacha ikki xil pozitsiyada bo'ladi. Boshlang'ich 15% bilan mashina olib chiqib keta olasizlar, yo'q bo'lmasa bosh to'lovsiz ham boshlang'ich 15%ligini. Mana do'stlar, ko'raverasizlar.
boshlang'ich 15%ligini 60 million so'm bilan mashina olib chiqib ketsa bo'ladi. 60 million so'm bilan do'stlar mashinani olib chiqib ketsak bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasiz. Bunda qanaqa funksiyalari bor endi aka? Bunda motor aka 2 turbinali motor hisoblanadi. Polniy привод, to'rtal balon tortadigandan aka. Xo'p. 360 gradus kamera, бескучой доступ, massaj сиденья, холодильник, обдув, обогрев, 92 климат kontrol. Ana akalar. Nima funksiya xohlayotgan bo'lsangiz, hammasi bor. Даже 220 volt tok ham chiqarib beradi. Oho, do'stlar, orqa tomonda haqiqatan buni 220 volt tok chiqarib beradigan rozetkalari ham bor. Paktronik. Xullas, mashina akalar mana shu joyda, adashmasam, mana 220 voltni bitta sanchasizlar, oshna og'ayni bilan piknikka chiqqanda, tog'am yoki oilaviy biror joyga sayohatga chiqqanda bemalol qadrdonlarim foydalansanglar bo'ladi. Ana, ko'rishlari mumkin. Aka, buni eng arzoni necha pul bilan chiqarib beramiz? O'zimiz obunachilarga. 60 million so'm bilan olib chiqib ketadi. 60 million so'm bilan do'stlar olib chiqib ketadi. 60 millionga yarasha do'stlar, Devo avtomashina, GM avtomashinalar bo'lsa ham muammosi yo'q, trade in qilib bemalol olib ketishlar mumkin. Aka, qaysi mashinani hozir endi obunachilarimizga oylik to'lovlarini aytib berasiz, konkretni qilib? Konkretni qilib M6 ni aytaylikmi aka? farqi yo'q aka, sizga qaysi. Ketdik qayerda? Bash joyingizni aytsak bo'ladimi? Bo'ladi. Do'stlar, hozir bosh to'lov qanaqa bo'ladi? Sug'urtaga qancha pul ketyapti? Oylik to'lovlar qancha bo'lyapti? Hammasini akam bilan birgalikda chiroyli qilib sizlarga ko'rsatishimiz, aytib berishimiz mumkin. Xo'p. Ha. Qadrdonlar. Hozir aka umuman ish haqqi so'ralmaydi, to'g'rimi? Yo'q, ish haqqi. Bitta pasport evaziga. Bitta pasport evaziga chiqarib beramiz. Bitta pasport evaziga do'stlar ish haqqi shart emas. M6 ni bitta ko'rib beringchi bizga obunachilarga. Tak, unda M6 ni birinchi pozitsiyasini ko'ramiz aka. 249 dan 900 ming so'm. Boshlang'ich 15%, 37 million 485 ming so'm bo'lyapti. Ya'ni mashinaning tan narxini 15%. Demak, qarang, gapingizni bo'ldim. 37 millionni shunday olib keladi, pasportini beradi, mashinani shu yerda o'zida minib chiqib ketadi. Ortiqcha hech qanday to'lov yo'q, to'g'rimi? Yo'q aka, 37 million 485 ming to'lov qilasiz. Aytmoqchi bo'lganim bu через avtosalon emas, через bank bo'ladi hammasi. Ha, через bank bo'ladi. Kredit bo'ladi. Mana do'stlar. Bankka borib kredit qilinadi. Bankda o'zida aka sug'urtasi bor. Bank sug'urtasi hozir bu yerda qo'shib aytilmagan aka. Bank sug'urtasi bilan mashinani 50 million so'm bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Sug'urta bilan birga sug'urta ichida hisoblanadi. Hop. Oylik to'lovlari keladigan bo'lsa aka, oylik to'lov mashinaga 1 yildan 5 yilgacha beramiz avtokredit qilib. 5 yilligini hisoblab beringchi, necha puldan tushadi? Unda 5 yilligini hisoblaydigan bo'lsak, oylik to'lov 7 million 600 dan to'g'ri keladi. Tushunarli. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, boshlang'ich to'lov kam bo'lganlik hisobiga yerda foiz stavkalari ham bo'ladi. Foiz stavkalari bosh to'lovga qarab, muddatga qarab o'zgaradi. Halol nasiya savdo bormi sizlarda? Halol nasiya savdo aka, gapni ochig'i qilib beramiz. Ha. Muammosi yo'q. Faqat degan joyi bor aka, 50% miqdorda to'lov bo'ladi. Hop. 1 yil muddatga bo'ladi. Mashinaning tan narxi 10% ga ko'tarilgan narxda qilib bera olamiz. O'zaro kelishilgan holatda. 10% ko'tarilganligini mijozlarga ham aytib o'tgan holatda, ikki tomon kelishilgan holatda uning imkoni bor, to'g'rimi? Imkoni bor, qilib beramiz. Masalan, o'sha eng arzon M600 narxiga necha pul qo'shiladi ustiga aka? 10% qo'shiladi. 10%. Mashinaning tan narxidan kelib chiqqan holda 10% ko'tariladi. Tan narxini o'shani hisoblab bering, necha pul qo'shilishini. Demoqchi bo'lganim do'stlar, mana qaranglar, sizlar oddiy o'zimiz bozorga borsanglar ham variantga kelishilgan holatda oladigan bo'lsangiz, masalan bitta Gentran oladigan bo'lsangiz, 1 yilga oladigan bo'lsangiz, ustiga 2,5 ming dollar qo'shiladi. U narsadan sotuvchini ham, oluvchini ham xabari bo'ladi. O'rtada kelishilgan holatda rozi rizochilik bilan do'stlar, ash pulni shu yil davomida to'lab berishga dogovor qilinadi. Xuddi shu narsa halol nasiya bo'ladi. Chunki oluvchi ham xabardor, bu yerda sotuvchi ham xabardor do'stlar. Undan tashqari qarang, imенно shu 50% ni to'lov qilgandan keyin, masalan har oyma-oy to'lovi bor uni ham, to'g'rimi? Ustiga masalan 10-sanada pul to'lamoqchi bo'lsa, kimdir oyligi 15 ga cho'zilib qolishi mumkin, kimdir 18 ga cho'zilib, 15 ga o'tib ketsa, ustiga pul qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Yo'q, endi u yerda aka hamma nimada rassrochkada o'zi qo'shiladi, ya'ni muddatni o'zingizga kerakli bo'layotgan muddatni belgilab olasiz. Bu yerda majburiy emas, xohlang 5-chistloga qo'ydiring, xohlang 20-chistloga. O'zingizga oylik qaysi vaqtda, ataka, halol narsada ham aka, hammasida ham baribir pena bo'ladi bu narsa.
Tushunarli. Demak, aka, mashinani 50% bo'lyapti, ya'ni 10% ko'tarilgan narx bilan 155 million bilan mashinani olib chiqib ketsa bo'ladi. Halol nasiya qilib, 1 yil muddatga bo'ladi. 1 yilda oylik to'lov 10 million 762 milliondan to'g'ri keladi. Tushunarli. 12 oy muddatga. Tushunarli. Do'stlar, agarda sizlarga ham xuddi shunaqa savollar bilan boshqa modellarimiz qiziq bo'lsa, albatta akam o'ziga murojaat qilasizlar. Xuddi kelib, xuddi shunaqa qilib akalar muammosiz hal qilib beradi. Undan tashqari boshqa viloyatdan keladiganlarimizga ishi bitmay qolsa, mabodo yotoq joy, oziq-ovqatlar bilan ta'minlaysizlar, to'g'rimi? Qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Kelib qo'yinglar do'stlar, sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Yangiliklar bisyor. Yana qanaqangi savollar bo'lsa, pastda nomerlarni, pastdagi nomerlarni olasizlar. Mahmudjon kanalidan chiqdim desa, xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni qilib beradi. Avtosalonimizda mashina olgan xaridorlarimizga propan gaz o'rnatilib beradi. Agarda mana shu joyda propan o'rnatsanglar, umuman garantiyasiga ta'sir qilmaydi. To'g'rimi aka? Undan tashqari bonus, qo'shimcha biror narsa bormi endi biz obunachilarga, aka? Nima qilib berasiz kelsa? Bonusga. Tonirovka qilib berasizmi? Benzin qo'yib berasizmi aka? Aka, keling, bunday qilamiz. Agar bonus obunachilarimiz sizni o'rtangizdan kelishsa agar, polikdan boshlab gaz balongacha aka bonus qilib beramiz. Faqat u yerda смотря qanaqa mashinaga qilib. Atak bitta polikdan to gaz balongacha bonusimiz bor. Gaz Aynan o'sha Ramazon oyiga. Tekinga deyapsiz. Tekinga bonus. Gap. Do'stlar, eshitdinglar, olayotgan har bir modellarga qarab, qancha qimmatroq model olsangiz, qimmatroq bonus qilib beraman deyapti. Mana sizlarga gapni indallab olsa, men tushuntirib qo'yaman do'stlar. Shuning uchun shoshilib qo'yinglar. Albatta videomiz foydali bo'lish uchun klass bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin yana bitta narsa, kommentariyada yozib qo'yinglar. Keyingi safar, o'tgan safargi videomizga o'xshab, Haval avtomashinani iminni qaysi modelini sizlarga akalarim test drive qilib beraylik. Bitta yozinglar kommentariyaga, fikrlar biz uchun qiziq. O'zlari aytib qo'yinglar, yaxshi kunda xizmatlaringizdaman. Videoni boshidagi gap do'stlar. Ijtimoiy tarmoqda deb qizlarga like bosgandan ko'ra, bizga o'xshagan obunachilarga poddeska qilib turadigan haqiqiy blogerlar ko'tarib like bosishimiz kerak. Chunki bu video qanchalik ko'tarilsa, Moj GMda katta mansabdor shaxslar ham ko'rib qolib, inomarkalar arzon bo'lib ketibdi, GM puliga, davay GMni tushiramiz deb narxni tushiraverar do'stlar. O'rtada kimga maza, xalqqa maza bilan. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. O'zlari aytib qo'yinglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Ro'za tutayotganlarga sabr, do'stlar, iftorlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar.